Nima uchun oshxona mebeli mog'orlaydi? Bugungi videoda ushbu holat sabablari hamda yechimi haqida gaplashamiz. Ko'pchilikda bo'lgan bo'lishi mumkin. Mebel buyurtma qilingandan keyin, ma'lum vaqt ishlatgandan keyin korpuslarda mog'or paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Buning asosiy sababi posudalar yuvilgandan keyin yopiq korpus ichiga taxlanadi va suv bug'langandan keyin korpusga borib o'tiradi. Va bu narsa har kuni takrorlanganidan keyin sekin mog'orlashib boshlaydi korpuslar. Bizda ham xuddi shunday holat bo'lgan. Ancha yil oldin bitta mijozimizga qo'yib berganmiz. Biz oldin sushilga qo'yganimizda duno qismi yopilar edi. Hozir duno qismini yopmayapmiz. Duno qismini yopib bergan holatimizda ko'pincha bitta mijozimizga borib qarasak, mana bu orqa tomoni mog'orlagan. Biz korpusi polni yechib, yangidan qilib berdik va o'sha yerda biz aniqladikki, mana shu narsa mog'orlashga olib keladi. O'shandan keyin bizda hozirgacha korpuslarimizda duno qismi qo'yilmaydi va bu narsa ertaga siz posudani yuvib taxlab qo'yganingizdan keyin havo o'zi tabiiy ravishda sirkulyatsiya bo'lishini hisobiga bug'langan suvlarning hammasi korpusdan chiqib ketadi. Agar sizda hozir ham shunaqa bo'lsa, bu holatning yechimi mana shu korpusdagi duno qismini olib tashlash. Bu yerda mana hech narsa yo'q. Olib tashlangandan keyin havo bemalol aylanadi hamda qo'yilgan posudalarni tabiiy ravishda quritilishi hisobiga shkaflaringiz qaytib mog'orlamaydi. Sizda ham ushbu muammo bo'lganmi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring.